Xabaringiz bor, ko'hna va boqiy Samarqand yana bir nufuzli anjumanga mezbonlik qilmoqda. Moturudiylik, bag'rikenglik, mo'tadillik va ma'rifat ta'limoti mavzusida ilmiy-amaliy xalqaro konferensiyada dunyoning ko'plab davlatlaridan islomshunos olimlar, ilmiy tadqiqotchilar, diniy-ma'rifiy soha vakillari ishtirok etishdi. Anjumanning birinchi kunida mezbonlar Azim Samarqandning diqqatga sazovor joylarini, Registon ansambli, Shohizinda hamda Imom Moturidiy majmuasini ziyorat qilishdi. Xalqaro konferensiyaning asosiy qismi tafsilotlari bilan muxbirimiz lavhasida tanishasiz. Davlatimiz rahbarining Imom Moturudiyning 1155 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi qarorga muvofiq tashkil etilgan Moturudiylik, bag'rikenglik, mutaddillik va ma'rifat ta'limoti deb nomlangan mazkur xalqaro anjumanda dunyoning 26 ta mamlakatidan 70 dan ortiq islomshunos, Moturudiyshunos olimlar, ilmiy tadqiqotchilar, din peshvolari, jamoat arboblari ishtirok etishmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning xalqaro konferensiya ishtirokchilariga yo'llagan tabrigi bilan boshlangan ilmiy-amaliy anjumanda Imom Moturudiyning islom tafakkuri tarixida tutgan o'rniga alohida e'tibor qaratildi. Chindan ham bugun davlatimiz rahbarining bevosita tashabbusi bilan ajdodlarimiz merosini chuqur o'rganish, ularni tadqiq etish, buyuk olimlarimiz asarlarida ilgari surilgan chin insoniy g'oyalarni yoshlarimiz ongiga singdirish yo'nalishidagi qator amaliy ishlarga qo'l urilmoqda. Davlatimiz rahbari aytdilarki, bevosita mana shu buyuk ajdodlarimizning merosi va xususan Imom Moturidiy merosini naqadar bugungi globallashgan davrda qanchalik ahamiyatli ekanligiga alohida tabriklarda mana urg'u berildi va shu bilan birgalikda bunday bir katta bir olimlar, mutaxassislar, islomshunos, dinshunos kabi katta bir ulamolarni bu yerda jamlanishligi mana shu konferensiyani va aynan bevosita mana shu ta'limotni bugungi kunda naqadar ahamiyatli ekanligini bir yorqin misoli sifatida mana shu tabriklarda shunday bir mazmunlar yangrab o'tdi. Darvoqe anjumanda aytilganidek, Imom Moturidiy ilmiy merosi bugungi globallashuv davri muammolarini hal etishda ham muhim o'rin tutadi. Imom Moturidiy o'z davrida nafaqat diniy, balki falsafiy, axloqiy va ijtimoiy masalalarni ham qamrab olgan mukammal tizimni yaratgan. Moturidiylik ta'limoti asosan aql va hikmatga tayangan holda insonning axloqiy mas'uliyatiga urg'u qaratadi. Moturidiy ta'limoti islom olamini o'rganishda, turli yot oqim va qarashlardan saqlanishda eng ishonchli ilmiy meros hisoblanadi. Bugungi xalqaro anjumanda ilgari surilgan fikrlarda ham aynan Imom Moturidiy ta'limotini chuqur o'rganish va uni keng targ'ib qilish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Konferensiyada o'rtaga tashlangan fikr va takliflar bilan tanishdik. Shaxsan mening taklifim buyuk alloma yurti bo'lgan Samarqandni, uning ilmiy merosini o'rganadigan alohida markazga aylantirilishini har jihatdan ahamiyatli deb o'ylayman. Moturudiylik, bag'rikenglik, mutaddillik va ma'rifat ta'limoti mavzusida o'tayotgan xalqaro konferensiya doirasida shuba yig'ilishlari ham tashkil etilib, ularda Imom Moturidiy va uning izdoshlari, ilmiy merosning islom ilmlari rivojidagi o'rni, Moturidiylik ta'limotida umum insoniy qadriyatlar talqini, 21-asrda Moturidiylik ta'limotining ahamiyati mavzularida ma'ruzalar taqdim etildi. Xalqaro anjuman yakunida Imom Moturidiy ilmiy merosini va Moturidiylik ta'limotini o'rganishni yangi bosqichga ko'tarish bo'yicha nufuzli olimlarning taklif va tashabbuslari asosida yakuniy deklaratsiya qabul qilindi.